Bugungi qahramonimiz o'ziga xos jozibasi bilan boshqalar esida qoladigan aktrisalardan biri. U yaxshi farzand, yaxshi rafiqa, yaxshi ona. Ammo unda aktrisa sifatida o'z imkoniyatlarini ko'proq namoyon etish ilinji bor. Oldindagi daqiqalarda uning boshqa kechinmalaridan ham boxabar bo'lamiz. Dastlab biz bu aktrisaning ayni kunlardagi kayfiyati qanday ekaniga qiziqib ko'rdik. Ochiq gapirish kerak. Oilamda ozgina shaxsiy bir sinov deyiladimi? Sinov vaziyat, shunaqa bir vaziyat kelib qolgan. Haligi aytadi-ku, hayotni 15i qorong'u, 15i yorug', hozir o'sha qorong'u fazasidamiz. Sinov qorong'u deb aytmasdim bu narsani. Agar ranglar bilan solishtirish ilojisi bo'lganda, kulrang desa ham bo'ladi. Qorong'u emas lekin. Xudo bergan mehr tugamasligini tushunmaysizlar. Tangri qo'ng'irotning boshiga bir sinov yuborgan. Ko'nglim sezib turibdi. Alpomish albatta qaytib keladi. Dildora Umarova 1979-yilning 8-noyabr kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Uning bitta opasi va 2 nafar ukasi bor. Otasi Rustam To'rayev rejissyor edi. Onasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi Munavvara Abdullayeva esa ham ustoz, ham aktrisa, ham rejissyor sifatida tilga tushgan. Oilaviy muhitda haligacha entiktiradigan narsa ota-onamni sabriga qoyil qolaman. Chunki san'at sohasida ishlash juda ham bir mushkul ish, ayniqsa ustoz bo'lib. Chunki o'zim ham mana shu sohada 6 yil ishladim. Bunga juda ham bir mashaqqatli mehnat ekanda, katta sabr kerak, qunt kerak va fidoyi bo'lish kerak. Ota-onam mana shunday inson ekanligi haligacha meni junbishga soladi, entiktiradi. Chunki bevosita onam oldilarida o'sha dars o'tayotganlarida o'tiraman-da ko'pincha. Ishonasizmi, hattoki tushlik qilmaydilar vaqti kelsa. O'sha o'zlari bilan sumkalarida non olib keladilar-da, qotgan non bo'ladimi yo ozginagina bir pishloqmi, o'shani yeb bo'ldi. Qayerdan shuncha kuch? Qayerdan shuncha kuch, shuncha bir fidoyilik? Shu narsa meni haligacha hayron qoldiradi. Voy, Doniyor. Voy, onagina. Opa, men ham gapiray. Opa, tuzingmisan? Yaxshi yuribsanmi? Voy, bo'ylaringga qolganda menga qara. Ha. Voy, yo'q, voy, hovuzga tushmagin. Hovuzga tushmagin. Ikkinchi qavat? Yo. Pastda yurgin. Ovqatni katta ye. Biz opa deymiz. Ona demaymiz. Opa, mendan rozimisiz dedim. Nega unaqa deyapsan? Tinchlikmi? Anaqa nafasing shamol uchirsin. Men aytdim, ertaga qadr kechasi ekan. Shunaqa paytda ota-onadan, turmush o'rtog'idan rozilik olish kerak ekan, dedim. Desam keyin, "Yo'q, men roziman sendan. Sanchi, mendan rozimisan?" dedilar. "Mendan roziman" dedim. Chunki ota-onam bizga eng katta bergan boyligi bu tarbiya. Bizni erkalatib o'stirishmagan. Misol uchun, "Men buni yeb olaqa, ichib olaqa, charchamadim", unaqa narsa bo'lmagan. Hammamizni oilada 4 ta farzand bo'lsak, o'zimizning vazifamiz bo'lgan. Opam masalan darsga chiqib ketsalar, maktabdan kelsam ko'pincha ovqat bo'lmas edi. Chunki to'g'ri, endi qiyin, ertalab chiqib ketadilar 4 ta farzand. Vaqt kelsa o'zim ham ovqat qilib ketgan paytlarim bo'lgan. Yo, masalan, uy ishlarida baravariga hammamiz ishlardik. Bu kichkina-ku, yo bu katta-ku, kuchi yetadimi? Unaqa narsa bo'lmagan. Yoshligimizdan juda ham qattiq bizni mehnatga o'rgatishgan va sinovlarga bardosh berishga o'rgatishgan. Mana shu bir hayotdagi ideali bo'ladi-ku har bir insonni. Yoshligimda masalan o'sha hind aktrisalariga havas qilardim. Yoshingiz o'tgan sari, dunyoqarashingiz o'zgargan sari o'zingiz ham o'sha onangiz, otangiz bosib o'tgan qadamlarni bosganingizdan keyin siz uchun ideal inson bu ota-onangiz. Hozir mana hayajonlanib ketyapman. Ota-onangiz bo'lar ekanda. O'shaning uchun haligacha rahmat aytamiz va ularga qiynalib qolsam ham hayotda. Mana hozir aytdim-ku, kulrang bir anaqa ketyapti. Har doim dadamni eslayman, onamni eslayman. Chunki oson bo'lmagan. Shu darajaga yetish, shu xalqqa e'tiboriga tushish,
va oilada barqaror bir vaziyatni ushlab turish, ya'ni oilani ushlab turish o'zi bo'lmagan, ham dadamga ham onamga. Yana sovchilar kelishdi qizim. Sovchilar qayerdan? Nozimaxon mahallasidan. Yigitni yaxshi taniyman. Insta dars beradi. Juda ham sizga mos. Akazam Qachondan menga mehribon bo'lib qoldingiz, kenayi? Ijodkorlar oilasida ulg'aygani, doimiy ravishda onasining ish jarayonlarini kuzatgani sababli ham Dildora aktyorlikka qiziqa boshlagandi. Bu sohani tanlashimga dadam qarshilik qilganlar. Onam ham boshida ikkilanganlar, sandan aktrisa chiqarmikin? Aktrisa bo'lsang deganlar, yorib chiqish kerak. Yorqin aktrisa bo'lgin, bo'lmasam o'rtamiyona bo'lsang, bo'lmay qo'ya qolgin deganlar. Keyin shu bilan onamni Marg'ilonli o'rtoqlari Hamida opa Mahmudova, ular ham ustoz bo'lib ishlaganlar shu paytda. Hamida bir ko'rib ko'rgan. Nimadir bormi bunda, o'zi aktrisa bo'lsa bo'larmikin deganlardan keyin shu adashmasam 2 oy qatnaganman institutga. Keyin ustozim aytganlarki, bersang bo'ladi, Minavar, bu qizda nimadir bor deganlar. Lekin ishlash kerak. Chunki uy qizi bo'lganmiz, to'g'ri, o'sha onamni oldida o'tirgan bilan sahnaga chiqib rol ijro etgan joylarim bo'lmagan. Juda ham haligi yopiq anaqa edim yoshligimda. O'sha maktabni bitirgandan keyin hammaga ochilib bir sahnada ayniqsa o'zimni ochib olishga juda ham ko'p vaqt ketgan va ko'p mehnat ketgan. Bu uchun ustozimga katta rahmat deyman, Hamida opa Mahmudovaga. Yaxshimi? Yuragi urib turibdimi? Ha, endi juda ham hayajondaman. Uzoq kutgan farzandimda. Nima bo'ldi? homilangiz nobud bo'libdi-ku. Mazza qilib o'qiganman institutda, kursdoshlarim, institut, o'sha muhit, o'sha davr, beg'uborlik, yoshlikni o'zini beg'uborligi, u paytlar juda ham ikkilanmaganman. To'g'ri tanlov qilganman deb 100% o'zimga ishongan holda o'qiganman va kursda geroinya bitta o'zim edim. Chunki ikkitagina qiz bor edik. Bittasi xarakterli rollarni o'ynasa, u kichkinagina Zilola degan qo'qonli kursdoshimiz bordi. Lekin asosan mehnatda geroinyalarni menga berishardi. Ko'p hamma atrifkalarda bor edim. Hamma nimada bolalar talashardi meni, kursdoshlarim. Dildor men bilan ham ishla, Dildor men bilan ham ishla deb maza qilib ishlaganman. Har xil rollarda, har xil qirrali nimalarda o'zimni sinab ko'rganman. Bu men uchun institut davri laboratoriya bo'lgandi, laboratoriya. Zuhra Sultonxo'jayevlarni ham chaqirtirganman. Kelishi bilanoq yoningga yordamga kiradi. Siz Zuhrani mendan kuchli vrach deb bilasizmi? To'g'risini aytsam, ha. Xo'p, Institutni bitiriboq turmushga chiqqan qahramonimiz ancha vaqt san'at bilan bog'liq orzularidan uzoqlashdi. O'zgarishlarga vaziyatni o'zi shu narsaga olib kelib qo'ydi. Chunki 4-kursni bitiryapman. Uyda dadam aytdilarki, baribir qiz bola turmushga chiqish kerak. Vaholanki men yulduz bo'lmoqchi edim. Misol uchun o'sha hozirgi Milliy teatr deb ataladi, shu teatrga ishga kirmoqchi edim. Kinolarda o'zimni sinab ko'rmoqchi edim. Chunki Alpomish filmidan keyin men uchun juda katta bir imkoniyatlar ochilgan edi-da. Yaxshi rejissyorlar takliflari tusha boshlagan edi. Bir shunaqa vaziyatda qoldimki, oilani ham xohlayapman, lekin karyerani ham xohlayapman-da. Eng haligi davr bo'lganda, tanlaydigan davr bo'lgan. Keyin onamni va adamlarning maslahatlariga kirganman va o'z xohishim ham bo'lgan. Baribir qiz bolaga oila kerak. Hozir hamma narsa insonda agar o'z vaqt soatida bo'lsa, keyinchalik achinmaysiz. Masalan, hozir o'ylayman-da, hozirgi yoshimda agar o'sha paytda men karyera tanlaganimda, balki nima deydi, farzandlarim bunaqa oldimda yosh
Mana yosh katta, bemalol ishonsam bo'ladi, bitta ish topshirsam bo'ladi. Hamma narsa o'z o'rnida reja bilan sekin asta bo'ldida hayotimda. Shuning uchun men afsus qilmayman. O'sha paytda shart kesib oilani tanlab ketganimga. O'chgan chirog'im yonganga o'xshaydi. Bochi borni tanidim o'g'lim. Otang el yurtga qaytganga o'xshaydi. Do'st dushmanni ajratib, o'zini bildirmay yurgan ko'rinadi. Onam shunaqa bir nima deydi, aqlli, dono ayollarki, sen institutga kelgin, oldin dedilar, magistraturani bitir. Ana undan keyin sekin kirib ketganingni o'zing bilmay qolasan dedilar-da. Rostdan ham aytganlaridek magistraturani bitirdim. Keyin dars bera boshladim. O'zimni o'quvchilarim hammasi kratkometrajga filmlar olishni boshlashdi-da. Ustoz, iltimos, tushib bering, diplom ishimda, yo'q demang. Siz aktrisasiz-ku, o'zi asosiy sohangiz aktrisa. Voy, qanaqa bo'larkin, nima bo'larkin? Borib keyin xo'jayindan so'radim. Talabam iltimos qilyapti, talabalarga yo'q deb bo'lmaydi. Chunki endi ular masalan gonorar bermaydi. Lekin o'sha ishni topshirmasa bo'lmaydi. Bu haligi siz tarafdan qilingan bir nima deydi, yaxshilik bo'ladi-da talaba uchun. Keling, yordam beraylik deb mana shunaqasiga sekin ko'ndirib, mayli deb shu bilan san'atga kirib ketdim. O'zim ham bilgandim. Bu qizni Tohir bilan orasida aniq bir narsa bor. Mana endi hammasi ochildi. Xola, men hammasini bilishim shart. Ularning orasidagi hamma narsani. Shuning uchun sizga uchrashaylik deb aytdim. Ochig'i ichim to'lib turibdi. Buni bildim. Shuning uchun o'zim keldim. Talabalar tomonidan suratga olingan qisqa metrajli filmlar orqali aktrisalik faoliyatiga qaytgan qahramonimizni rejissyorlar endi katta ekranlarga ham taklif eta boshladi. Buning ham qiziq sababi bor edi. Ana shu talabalarim filmlari yaxshi olinganligi sababli o'sha domlalarga yoqishdi. Ular taklif qilishdiki, televideniyega ham bergin. Bu narsa xalq ham ko'rsin deyishgandan keyin ba'zi bir filmlar televideniyada ketish boshladi-da o'sha paytda. Keyin ana shundan keyin talabalarimdan rejissyorlar o'sha filmda mana bu aktrisa kim edi, shuni o'ynatgan ekansan. Ko'pincha meni bitta aktrisa bilan adashtirishadi. Agar eslasangiz shunaqa bir film bo'lardi. Mana shu Seni izlabdagi Nargiza Alimovaga meni ko'chada ko'rishsa juda ham o'xshatishadi-da. O'sha rejissyorlar meni adashtirishibdi. Mana shu ayol Nargiza Alimova emasmikin? San'atga qaytibdilar-da, chunki ular ham san'atdan chiqib ketgan ekanlar-da o'sha bir paytlar. Yo'q, bular Nargiza Alimova emas, bular Dildora. O'sha paytda Alpomish bitta filmda tushib qolganman, shu film qolib ketgan tarixda. Mana shu aktrisa yana san'atga qaytibdilarmi? Ha, asta-sekin nomerlarini ber, iltimos. Mana shunaqa qilib nomerlarimni berib, asta-sekin chaqirishni boshlashdi. Xo'jayinimga aytdimki, endi chaqirishyapti, borsam maylimi desam, keyin o'zlari ham o'sha tushgan filmlarimni bitta ko'rib, ha, senda demak nimadir bor ekan. Ya'ni eplayapsan. Mayli, tusha qol dedilar. Mana shunaqa qilib sekin ruxsat olib, keyin mana shunaqa qilib kirdim. Madam xo'ja. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz? Bolajon, qayerlarda yurganding? Yaxshimisiz? Ona. Men boray. Mayli, yaxshi yetib bor. Uydagilaringga salom aytgin. Yura qol bolajonim, ichkariga kir. Kel. To'g'risini aytaman, yolg'on gapirmayman. Boshida tez ko'zga ko'rinish bo'lgan maqsadim. Chunki o'sha tomoshabin meni unutgan. Qachonlardir o'sha Alpomish filmida tushgan bo'lsam ham baribir endi u film qachon olingan, har doim ham ketavermaydi. Shunga boshida sifatsiz bo'lsa-da, o'sha novella deysizmi, reklama deysizmi, serial deysizmi, shunaqalarga rozi bo'ldim, o'ynadim. Ana asta-sekin
hozir endi xalq ozgina bo'lsa ham tanigandan keyin endi tanlayapman. Hamma narsada tushunmayman. Taklif juda ko'p berishadi. Hattoki yaqinda eshitib qoldim shunaqa gap. Men to'g'rimda shunaqa gap yurar ekanki, injiq aktrisa. Ey, chaqirmang. Baribir ular kelmaydilar. Baribir hozir ko'rasiz. Yo'q deydilar. Nimaga yo'q deyman? Hozir o'zingiz ham ko'ryapsiz-ku, bir xil mavzu. Voy, bu rolni kechagina ijro etdim. Xuddi shu rol, xuddi shu voqea. Hatto shunaqa bo'ldiki, ikkita bir xil ssenariy, lekin ikkita xususiy nimada ketyapti, kanalda. Shu bitta rol ijro etib qo'yibman-da. Keyin esimga, voy, men buni ijro etgandim-ku. Shunaqa keyin achinishni boshladim. Yana yaxshi bitta aktrisamiz bor, ismini, familiyasini aytmayman. Shu aktrisamizni ham menga fikri yoqdi. Chunki u aktrisa meni davrimdagi aktrisa. Dildora, biz shunaqa bir paytga keldikki, endi bizni tanlashga haqqimiz bor. Kim qayerga desa chopib ketavermang. Va albatta o'shanga yarasha gonorar qo'ysangiz ham bo'ladi o'zingizga. Olishsa olishsin, olmasa olmasin degandan keyin o'sha hozirgi holatda o'sha nimadaman. Natijasi bor ekan, lekin haqiqatda natija bo'lyapti. Mayli ko'p tushmay, ko'p ko'rinmay. Oxir niyatingga yetdingmi? Tabriklayman. Nima bo'ldi, Shilola Ahrorovna? Nima bo'ldi? Bunchalik pastkashlikka borasan deb o'ylamagandim. Bo'lim boshlig'i lavozimini ko'zlab yurganingni bilardim. Lekin bu birovlarning ishidan kamchilik topib, orqasidan yomonotlik qilish evaziga bo'lish kerak emas edi. O'zingni bilimdon ko'rsatib, oxir niyatingga yetding-a? Yetdingmi? Dildora Umarova turmush o'rtog'i bilan bir o'g'il va bir qizni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Bilasizmi, ona bo'lish juda ham qiyin bir vazifa ekan. Men shu narsani bildim. Chunki farzandingiz yoshligida bir urib qo'yib jim o'tir desangiz jim o'tiradi. Aytganingizni qiladi, og'zingizga qarab turadi. Lekin yoshi ulg'aygan sari, katta bo'lgan sari siz o'zingizni tarbiya qilishni boshlashingiz kerak. Chunki hamma narsani ham farzand sizni aksingizda. Bir olib agar kichkina qilib aytadigan bo'lsam, u sizni oynangiz. O'zingizni ko'rsangiz, o'sha oynani aksida farzandingizni ko'rasiz. Shunga bir xillada to'g'ri, men ham qizishib ketaman. Bir xillada jahlim chiqadi, boshqa bo'ladi, lekin bolalarim aytishadiki, nimaga menga gap qaytaryapsan? Nimaga unaqa qilyapsan? Oyi, siz bizni tarbiya qildingiz, biz o'sha tarbiyani sizga qaytaryapmiz deydi. Va o'sha paytda bilasizmi, men o'zimni yoshligimni ko'rishni boshlayman. Demak, mana qaysidir paytda o'zimni haq deb hisoblaganman. Onamga vaqt kelsa gap qaytargan paytlarim bo'lgan. Chunki oilada eng haligi erkatoyi, cho'rtkesar, gap qaytaradigan o'zim edim. Ochiq oydan aytyapman-da. Hozir bir xillada farzandim shunaqa qilsa, o'tirib yig'layman-da, xafa bo'laman-da. Keyin opam aytadilar, opa mana shunaqa qilyapti desam, ha. O'zingni ko'ryapsanmi deb qo'yadilar-da. O'zingni ko'ryapsanmi deb qo'yadilar. O'shanga lekin hali ham o'qiyapman, hali ham o'rganyapman, hali ham tajriba orttiryapman. To'g'risi shu. Mana yaqinda kelin olishimiz kerak. Aprelda to'y bo'lish kerak. O'g'limni uylantiraman-da. Endi qaynona vazifasida qanaqa bo'lar ekanman deyapman, to'g'risi. Haligi nimalarni internet nimasini ochib o'qiyapman. Vaynlar qilishyapti, qaynona hammasini ko'ryapman, to'g'risi. Chunki men ham bu rolda birinchi marta. Bu rol men uchun begona. O'g'lim Zip akademiyada ishlaydi, bo'lim boshlig'i. Moskvada xalqaro aloqalar institutini bitirib keldi. U dadasining sohasidan ketdi. Chunki meni sohamni yoqtirmaydi. Hozir ham mana aytadi, "Oyi, yig'ishtiring. Menga yoqmaydi televizorda chiqishlaringiz. Nima kerak bor? Uyda o'tiring. Men sizni o'zim boqaman, hammasini qilib beraman. Bo'ldi, endi yoshi katta bo'ldingiz, sizga yarashmaydi." Yo, masalan, haligi er-xotinli joylar bo'ladi-ku, unaqa ssenariyda. Nimaga erim deyapsiz bu odam? Nimaga yonida turibsiz? Juda qattiq rashk qiladi.
qizim ham boshqa sohadan ketdi. Qizim MGUda o'qiydi, u ham 1-kurs. U ham shu dadasini sohasiga yaqinroq soha. Meni yo'limni tanlashmadi. Bilmadim nimaga. Bo'ldi qilgin endi iltimos. Axir qancha chidash mumkin? Shu ham hayotmi? Ha, nima qildiysan? Nima qilay? Men ham odamga o'xshab yashashni xohlayman. Bir umr shu kichkina hovlida singillaringiz bilan birga yashayman deb sizga tekkanim yo'q. Nima endi? Seni tinching uchun bularni ko'chaga haydashim kerakmi? Men ko'chaga haydab soling deyotganim yo'q. Malohatxonni o'sha joyga joylashtirsak, hamma so'zingizga tushib ketadi. Ey, qaysi yuzim bilan o'z singlimni nogironlar uyiga borib tashlayman? Uni ko'ziga qanday qarayman keyin? Ana endi san'at vakilining diplomat vazifasidagi umr yo'ldoshi bilan yonma-yon yashab, undan o'rganganlari haqida so'rab ko'ramiz. Diplomat bilan yashash jarayonida men o'sdim. Har tomonlama o'sdim. Chunki o'smasangiz bo'lmaydi. Har bitta gapni, har bitta fikrni o'ylab gapirish kerakligini tushunib yetdim. Chunki biz o'sha ko'p chet ellarda yurganmiz, bevosita priyomlar bo'lardi-da. Priyomlarga borardik, boshqa elchilar bilan o'zlarini qanaqa tutyaptilar, qanaqa gaplashyaptilar. Hattoki o'sha priyomlarda o'tirib, vilkani qanday ushlash kerak, qoshiqni qanday ushlash kerak, misol uchun og'izni qanday archish, har bittasi bu ilm ekanda. Men undan oldin oddiy bitta san'at institutini bitirib chiqqan soddagina bir aktrisa qiz bo'lganman. Yana yangidan maktab bu men uchun bo'ldi, yana yangidan o'qidim. Keyin mana bu kitoblarni o'qib ko'ring dedilar. O'zlari maqolalar yozardilar-da, chunki shu sohada ko'proq ular sohalar shunaqaki, ko'proq yozish kerak. Har kuni o'sha kitob izlangan yo internet titgan informatsiya. Mana shu narsalarni ko'rib, men ham bularni o'sha darajalariga mos bo'lishim kerak. Ayniqsa priyomlarda shu narsa juda ham qattiq bilinib qolardi. Elchilarning ayollari hammasi juda ham bir fikrlash doirasi keng, san'at to'g'risida gaplashadi. Hozirgi kunda misol uchun nima yangiliklar ketyapti, kashfiyotlar. Xohlasangiz, xohlamasangiz shu narsaga moslashib, shu narsada o'zingizni asta-sekin kashf qilib boraverar ekansizda. Uyda ham xuddi shu, muomalada, bolalar tarbiyasida, hamma narsada. Yo, nuqul meni bolam qop-qora? Seni o'qituvchilaring oppoq ekanda? Qayerda yozib qo'yibdi? O'qituvchi o'quvchini urish kerak deb. Biz qullik zamonida yashayotganimiz yo'q. Bolalarni savalab o'qitadigan. O'quvchi ham dars paytida xohlaganini qilib o'tirsin deb qayerda yozib qo'yibdi? Xafa bo'lmagin-u, sen ham o'zgaribsan. Sen bilan meni urib, turtib o'qitishdi. Yomon bo'lmadik? Yoki biron yerimiz uzilib, kamayib qoldimi? Sen bir fabrikani bugalteri bo'lib ishlayapsan. Men mana bu maktabni direktori bo'lib ishlayapman. Atrofga qarasang-chi. Sen erkalab, papalab katta qilayotgan bolang, haq deb bilgan bolang, ismini bexato to'liq yoza olmaydi. Qiziq, o'g'il uylash arafasida turgan qahramonimiz bo'lg'usi kelinni tanlash borasida qanday yo'l tutdi ekan? Hozir so'rab ko'ramiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, onam topdilar. Syomka jarayonida yaxshi bir ayolimiz, grimyorimiz bor. Shunga onam ham men dardim bilan yashaylardi. Qayerga borsalar, shu qizim kelin qidirayotganda, anaqa yo'qmi sizlar tarafda mahallada yaxshi qizlar degan ekanlar, tavsiya qildilar. Keyin bordik, ertasi kuni bordik. Menga yoqdi. Men o'g'limga tavsiya qildim. Chunki o'g'lim Moskvani bitirib kelgan. Uni tanlovi umuman boshqachada. Menga ko'rsatdi tanlovini. Hattoki haligi yo'q bo'lmaydi dedim. Yo'q, men o'zbek oilada katta bo'lganman. Aynan menga o'zbek kelin kerak. Bizni o'sha udumlarimizni biladigan,
qonida bo'ladida endi misol uchun u narsani tarbiya qilib o'tirmaysiz. Qizlarimizni qonida bo'ladi, yoshligidan singdirilgan bo'ladi misol uchun. Menga aynan shunaqa kelin kerakligi uchun mana shu qizga uylanasan dedi. Xo'p dedi, siz uchun uylanaman dedi. Boshida shunaqa dedi, siz uchun uylanaman, mayli dedi. Lekin hozir haqiqatda onalar hech qachon yomonlikni tilamaydi bolalariga. Ko'rdi, sinadi, qancha vaziyatlar, qancha nimalar bo'ldi o'rtasida 4 oy bo'libdi tanishganiga. Va nihoyat yaqinda aytdiki, sizlar to'g'ri tanlov qilibsizlar. Sizlar uchun uylanyapman demadi. Endi o'zi qiziqib, o'zi nima qilyapti? O'sha to'y ba'zi bir tashkiliy masalalariga o'zi xayrixoh bo'lib, yordam berib, menga mana shunaqa nima qilyapti. Dağlara için bir ovoz, do'st bilmez, soz bilmez, naz bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Nedir bu o'tmishim, kechmishim? Yot bilmez, yor bilmez, xor bilmez. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. U yashil umrima qamalgan, ul baxmal gullarmu yig'lari. U yashil umrima qamalgan, ul baxmal gullarmu yig'lari.